asosiysi o'yin tutatmaydi, qoraytirmaydi. Assalomu alaykum, hurmatli obunachilar. Mana 2026-yil 25-fevral Namangan shahar Go'zal Daxas Quloqxona ko'chasiga o'rnatgan pechkamizni xudo xohlasa tanishtirib o'taman. Bu o'yalarga narxi 6,5 million so'mga tushdi. 6,5 million so'm ichida nimalar bor? Videoni oxirida tanishtiraman. Hozir pechkamiz 2 metrli varianti, katta varianti, baholisi ishiga, hamma narsasiga garantiyasi bilan bor. Pastroq varianti, bir o'g'illi varianti ham bor. Sizlarning xohishingizga qarab, joyingizga qarab kvadraturasini chiqarib o'rnatib beraveramiz. Baholisi pechkamiz yangiliklar bor. Mana panjarasi oldin kletkali bo'ladi. Hozir lazer listda kestirib, versace qilib, high-tech variantda kollaboratsiya qildirib, yangilik qilganmiz panjarasiga. Ko'pchilik bizdan so'raydi, pechkamiz nimadan yoqilg'i yonadi deydi. Pechkamiz barcha yoqilg'i turi bo'lsa bo'ldi. Pelletga ham yonaveradi, pelletga ham ustoqqa qilib beraveramiz. O'tin, ko'mir, gaz, teza yoqaverasizlar hammasini yoqish qulay. Asosiysi o'yin tutatmaydi, qoraytirmaydi. Be'yali adelka bo'ladi, aboyla topiladi, inshaalloh qoraytirmaydi. Eshikka keladigan bo'lsa, yangilikda arkali qilganmiz. Ruchkasi oldin qizib ketadigan barashkali bo'lardi. O'shani oldini olgan holatda ko'pchilikning talablariga binoan qizimaydigan qilib ruchka o'rnatganmiz. O'tirgan bemalol ishlataverasizlar. Ichiga keladigan bo'lsa, ichi tormasmi deydi, ichi keng, xudo xohlasa 40 sentli o'tindan bemalol sig'averadi. G'olalarni tiqib qo'ysani ham bo'ladi. Kulini qanaqa tozalaymiz desani, mashinadan o'zi reshetkadan qulxonaga tushadi, mana g'aladon tushib, to'kib tashab turib, yana qaytarib kelib tiqib qo'ysa bo'laveradi. Gazga qanaqa moslashtirilgan desani, mana bu yerdan rezba tashlab o'tib ketganmiz. Pechkamizning asosiy yangiligi, pechkamiz choksiz chiqqan. Choki bir dona chok bo'ladi, qolgan hammasi listalikda yigib chiroyli qilib topshirilgan. Bu pechkamizning orqa varianti. Buni ham ko'rib turganingizda pechkasi katta, chiroyli, juda hashamatli bo'lgan. Pechkamiz bunday ham high-tech versace kollaboratsiya qilganmiz. Buni ko'pchilik so'raydi. Mana bu ikkita aterkada bo'shadigan bo'yti nima deydi? Shuni bo'shatsani teshigi chiqadi. Mana shundan bemalol tozalab, chiroyli yana ishlataverasizlar. Zabardast bo'lib ishlab, xizmatingizni qilaveradi. Bunday xuddi oldin ko'rganingizdan oldida bunday ham qanday bor. Bu o'yagilarga 6,5 million so'm tushdi. 6,5 million so'm ichida oblisovka qilish, pishirishdan, pechkani o'zi, kraskasi, qanday ikkita, azmiz trubasi, qumi, simini, hatto tagiga soladigan tunkasigacha 6,5 million so'mga tushdi. Kimga shunaqa xizmatga kerak bo'ladigan bo'lsa, universal ekopechkaga aloqaga chiqaverasizlar. Kanalga obuna bo'lib, like bosib, kerakli insonlarga jo'natib qo'yasizlar. Rahmat.